Jonim mana. Voy kelin salom. Qichib o'tdi. Kelin yoqmadi? Voy kelinimni pravasi bo'ladi-yu, menga yoqmaydimi? Hozir men deganlar prava olmayapti. Cho'sam, voy o'zim o'g'lim. Anayli. Adajon, choy damlab beraymi? Voy, choyi siz emas, men damlayman, men. Jonim, endi seni haydashadi. Mana, voy, yarashishini qara. Voy, qildir. To'latdan qatdan kosizlar. Adajon, noxoroshiga olib borib keldi. Rahmat kelin. Sen ovqat qil. Kelinim ketaymi? Siz dam oling. Obedda choyxonamiz bor. Kechqurun anaqamiz bor. Tushunmadim, ada men xotin olganmanmi yo sizga shofyor oldimmi? Aka, rosa maza qilib yuring, men sizni taksiga kuzatib boraman. Yo, taksi kerak emas. Menichi, bu ana meni peregonim keldi. Qarang, muftani sekin qo'yib borib, gazni sekin bosasiz. Mana Adajon, estakadada ehtiyot bo'ling, hamma palasalarni bosmay 16 minut vaqtingiz bor. Yo, men estakadani bilaman. Menga testni o'rgating, oldinlari sehrli kompyuter bo'lardi. Любойni bossang to'g'ri chiqardi. Hozir sehrli akalar ham yordam bera olmayapti. Va nihoyat to'yimizdan 3 oy o'tib seni ushladim. Kech qolma Mo'min aka, Adajonni boradigan joylari bor ekan. Qatga shoshyapsan, ha? Nima bu? Bu Eleviva. Yangi sok, so'ka sadirjayishi, tabiiy mevalarning so'kidan qo'shiladi. Hozir trendda hamma joyda shu bo'lyapti. Hamda men ham sen bilan o'tirib gaplashib, bir romantika qilay deb olib kelgan joyim. Sen bo'lsa shoshgan. Agar kelin bo'sh bo'lsa, shunda sigaretga chiqib kelaylik. Adajon, Mo'min aka tabriklaylar, green card yutib oldim. Yo'q-e! Voy yuragim. Voy, buni точно va endi bileti ham bor.